Assalomu alaykum azizlar, mehrikul obunachilari. Mana yana bitta ishlarimizdan biri tandirimizni bitirdik. Xudo xolasa tandirimiz bitdi. Uyda eski g'ishtlar bor ekan, o'shalardan foydalandik. Atrofini shkatulka qilib qo'ydik. Xudo xolasa mana sizlar, tandirimiz bitib, ichiga ko'mirlar yoqib qo'yganmiz. Yani azizlar, Farg'ona viloyati Toshloq tumanida bo'ldi bu galgi ishlarimiz. Tandirimiz endi usti naves bo'ladi. Yoniga o'choqlar quriladi, xudo xolasa. Azizlar, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz.